Aziz hamyurtlar, qadrli ota-onalar, farzandingiz kelajakda jismonan sog'lom, aqlan yetuk va siz orzu qilgan vatan posboni, harbiy bo'lishini istaysizmi? Unda hech ikkilanmay, Namangan viloyati Uchi tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli Namangan Qalqon maxsus guruh nodavlat ta'lim muassasasiga murojaat qiling. Bu muassasa aynan siz orzu qilgan dargoh. Aniq fanlar ingliz, rus tili, mental arifmetika, psixologiya va 12 xil turdagi sport, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun alifbo va chiroyli yozuv to'garaklari, kuchaytirilgan tartib intizom, boshlang'ich harbiy chaqiruvga hamda jangovar tayyorgarlik, yotoqxona, 3 mahal oziq-ovqat, tibbiy xizmat, basseyn, mini futbol maydoni, zamonaviy kutubxona. Eng asosiysi, farzandingiz tunu-kun hamshira, alohida nazoratchi, harbiylarning uzluksiz nazorati va e'tiborida bo'ladi. Muassasaning qisqa davrdagi natijalari: 2023-yilda 2 nafar bitiruvchining ikkisi ham oliy ta'lim talabasi bo'ldi. Bu yilgi 7 nafar bitiruvchidan 2 nafari muddatidan oldin talabalikka qabul qilindi. 5 nafar jahon chempioni, 2 nafar jahon chempionati sovrindori, 40 nafar O'zbekiston chempionlari yetishib chiqdi. Ta'lim muassasasiga 1-12 sinflar doirasida o'g'il va qizlar tanlov asosida qabul qilinadi. Hujjatlarni qabul qilish 5-iyundan. Aytgancha, endilikda muassasa eng zamonaviy va jahon andozalari talablari darajasidagi shart-sharoitlarga ega Yangiqo'rg'onning Zarkent, Chustning Mehrjon, Uchi tumanining Umid nihollari bolalar oromgohlarida faoliyat olib boradi. Murojaat uchun telefonlar 50 kodi bilan 580 43 42, 94 kodi bilan 472 2604, 77 kodi bilan 777 30 87, 94 kodi bilan 672 38 83. Наш команда!